Bu ko'chada yuradi, ichadi, chakadi, ota-onaga umuman hurmati yo'q. Meni buni tarbiyalashga kuchim yetmay turibdi. Shunga bir yordam qiling endi. Shumi bachay? Ha, iplos bachay. Kerak qani? O'zingiz kerak bo'lsa. Ana, ko'rdingizmi? Chitti yuragi yomon bo'ldi ekan-a? Boring qani, ishingiz yetavering qani? Mayli, omad. Xo'sh, siz bilan hozir madaniyat to'g'risida gaplashamiz. Madaniyat deganda nimani tushunasiz? Nima o'zi? Yo'q, masalan, kattaga hurmat, kichikka izzat, ota-onani e'zozlash, sansirash noto'g'ri ekanligini bilish haqida biror nima bilasizmi? Dangal gapir, nimani xohlayapsan o'zi mendan? Yana sansiraysanmi? Yo'q. Yana sansiraysanmi? Ha? Yo'q. Amaki, kechirasiz, sansalaganim uchun. Qayta takrorlanmaydi. Gapir qanday dadanga? Dada, kechirasan, sansallaganim uchun. O'zgarmagan-ku bu. Chiti programmada ekan bo'libdi. Men programmani o'zim ham moslashtirman-da. Hozir sizga ham moslashtirib beraman. Ana bu qanaqa balonligini bilasan? Yo'q, qanaqa balon? Bu bas balonlari O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Birinchi rezina texnika zavodida. 200% sifat nazoratda. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Qorda, muzda, loyda, любой joyda aydasang bo'ladi. Eng asosiysi bu yirtilmaydi. Tushundingmi? Nima qilay qaman? Bundan ozg'i uyda turista bor. Shuni ko'chaga olib chiqasan-da, yana qaytarib joyga qo'yasan uya. Tushundingmi? Menga qarang, mardikor, sizga kerak bo'lsa o'zingiz qiling. Qilasanmi yo'qmi? Qilaman amakijon. Ko'taring, ketaman.